aytsalar, to'ylarga aytsalar, ishqi baxti bo'lsa, aytmasdan borishdi. O'ylab ko'ramiz mana bu. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Alloh yurtlarni yaxshi kunlarni ko'rish nasib etsin. Katta rahmat. Maktabda vakili sifatida o'qishmoq dedik. Hozir keladi. Yaxshi, yaxshi. Donlar 78-yilda qizlar, yigitlar mana shu 30 yilligimizda çok arzimagan sohamiz bor, lekin arzimagan bo'lsa ham yillar davomida ko'pchilikka xizmat qiladi degan umiddamiz. O'shani 78lar nomidan taqdim qilyapmiz. Qabul qilib oling, ustozim. Hamma o'quvchilar foydalansa bo'ladigan anonlar. Hech qanaqa bu yerda gologrammasi bor, davlat ro'yxatidan o'tgan kitoblarimiz shu o'quvchilarga taqdim etamiz. Bolalar foydalanadi. Eng zo'r narsa mana Shunday. eng zo'r kitob. O'ylab ko'pchilik bilan shu qarorga kelganmiz. O'sha o'quvchilarga foydasi emas, gap e'tiborda. Mana shuncha 30 yildan keyin yig'ilishib, mana shuncha insonni yig'ishib bo'lmaydi. Mana shu tashkilotchilarga ham katta rahmat. Unutmasdan mana shu maktabga kelib, pantalarda o'tirganlaringizni eslab, mana shunday bir durdonalarni olib kelib tabriklaganlaringga, eslatib qoldirganlaringga kattadan katta rahmat. Ma'muriyat nomidan hamda shaxsan Maftuna Adilova. Assalomu alaykum. Mana bu kitoblar yoshlarga ziyon tarqatishga xizmat qilsa pastaydi, pasta.